har 2 haftada bir do'stlar bilan choyxonada palovxo'rlik qilamiz. Akbarjon esa har hafta kech qolib keladi. Garchi xonadoni uyi choyxonaning yonida bo'lsa, lekin duoni boplaydi-da do'stim. Palovxon to'ra kelguncha ozgina do'stlar bilan suhbatlashdik. Shunda Nozimjon aytdiki, do'stlar bir to'planib toqqa bormaymizmi? Mazza qilib tog'ni havosidan chuqur nafas olmaymizmi dedi. Bunga esa Bahodir qo'shilib, "Ha, boramiz" dedi. Sadriddin jimgina suhbatni tinglasa, Azizbek choyni qaynoq soladi. O'sha paytda oshpaz aka bizga rishtoncha palovni rosa maromiga keltirib damlaydi va dasturxonga tortadi. Akbarjon, mazzami? Biz tog'ni taydamiz, Malinazorda. Dasturxon ustida qilingan duomiz ijobat bo'lib, biz do'stlar bilan toqqa bordik. Aynan tog'da malinalar pishib yotar edi. Qozonxonaga tezda kirdik-da, bir yoqqadan bosh chiqarib do'stlar bilan tezda xarajatlarni artishga tushdik. Ilhomjon tansiq taomlarni pishirishga ustasi farang oshpazimiz bo'lsa, yonida Azizbek unga zagatoshik bo'ldi. Bahrom qozontagiga o't yoquvchi bo'lsa, Sadriddin esa malinani degustatoriga aylandi. Havoning harorati 30 daraja issiqligiga qaramasdan Akbarjon do'stimiz sovqatib qolgandek edi go'yo. "O qorovul aka, Akbarjon malinangizni o'g'irlayapti." Yaxshin chaqirma turing. Bir mazaq to'yib olaylik. Vodil tog'larining tagida oqayotgan sharsharada mazza qilmaslikni aslo iloji yo'q. Albatta mazza qilasiz, o'ynaysiz, quvnaysiz, undan keyin esa malinaga to'yasiz. Yaxshidan mehnatga hamdam deganlardek biz do'stlar bilan toqqa borib mazza qilib dam olib keldik. Sizchi, siz qachon borgansiz do'stlaringiz bilan mana shunday dam olish zonalariga? Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, bittagina like tugmasini bosing va o'zingizning fikrlaringizni muhokamalarda qoldiring.